Assalomu alaykum bova. Va alaykum assalom. Rahmat, yaxshimisiz? Bova qayerdansiz bova? Xorazmdan. Xorazmdanmi? Yaxshi. Bu yerga xush kelibsiz o'zimizda Surxondaryo vohasiga. Rahmat. Kim bilan keldingiz? Oilaviy keldik. Oilaviy keldingiz. Nevaralar bor ana. Yaxshi. Necha kunga dam olishga kelgansiz? Endi bu yer 3-sutka endi. Yaxshi. Yana ko'proq turavering, xudo xolasa. Imkon bo'lsa yana 1-2 kun tursak kerak. Sog'likka foyda, toza havo. Bu Sangardagi ob-havosi menimcha O'zbekistonda yedini bo'lsa kerak deb o'ylayman o'zimcha. Zominni ham ko'rdim, vodiyga ham borib ko'rdim, baribir. Rahmat. Nasib bo'lsa, mana shu hozirgi uylanmay yurgan bolalarga nima deb maslahat berasiz? O'zi yoshi 20 dan 30-35 ga kirib ketganlar ham bor-da. Shularga nima deb maslahat berasiz? Imkon bo'lsa shu yoshlikda oila qurib, farzand tarbiyalab, o'zini iz qoldirib, yaxshi o'rnak bo'ladigan oila qilsa yaxshi. Nega desa, yosh o'tgandan keyin farzand tarbiya qilishi vaqt, umr qisqa-ku baribir. To'g'ri. Kam bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun vaqtida oila qurgan ma'qul deb o'ylayman. Hazrati Polvonpir Xorazmni Mo'g'ullar bosib olganda aytgan ekan, "Attang oila qurishim kerak ekan. Kuchim ketadi deb polvonlari ko'rib Hazrat Polvonpir. Oila qurganimda menda farzand bo'lganda, meni farzandim hozir vatanimni himoya qiladi" degan. Ana shundan bizga qanday katta ma'nosi bor. Ma'nosi bor, ha. Yana bir so'z aytgan, she'r bilan aytgan u kishi, nima she'r bilan ayta olmayman. Keksaygan paytingda og'zida bitta tishi bo'lmasa ham peshonangda kampiring o'tirmagan hayot ming zindondir degan. Demak, she'r bilan aytgan u kishi. Bu bilan demak oilalar ajralishmasdan qo'sha qarib, bir-birini tushunib yashashi kerak demoqchisiz. Ha, ota-bobomiz bu yerda duo qilmaydi. Qo'sha qarishsin degani ma'nosi shu bo'lishi kerak. Lekin bir xil maqollar ham bor. 30 ta o'g'ilning o'rni bo'lakcha, lekin er-xotinning o'rni hech kim bosa olmaydi degan maqollar ham bor-da. Ha, umr yo'ldosh axir. Ha, umr yo'ldosh, er-xotin bir-biriga. Endi shu yoshlarga nima deb tavsiya qilasiz? Ajrimni ko'paygan, kelajakda yaxshi, baxtli hayot kechirish uchun. Sabr, toqatli bo'lish kerak. Sabr sariq oltin deydi. Sabrli bo'lsa, o'zing bir oddiy endi hayotimda bo'lgan voqea bir o'rnak bo'lgandek keksa mahallamizda odam bor edi, shu dunyodan o'tganda shunda aytdi-da, meni yo'qimga ham chidadi shu ayolim, borimga ham chidadi. Shu ayolim bilan umrim qancha yashagan bo'lsam roziman, ayolimni aldab ketdi. Shunda aytdi. Ayol aqla bo'lsa, oila buzilmaydi. Asosiy oilani tutadigan ayol. Onalarimiz qalaversa keyingi kelinlar, keyin ular ham bu bo'ladi. Ular ham shu yoshlarni tarbiya qilsa, oila buzilmaydi. Shu hayotda hozirgi yoshlarga tarbiyaning o'rni qancha deb o'ylaysiz? Tarbiyaning o'rni bizgacha ham, bizdan keyin ham juda ketdi. Buni uydan qilish kerak tarbiyani. Faqat uni o'qituvchidan, ko'chadan emas, oiladan. Ko'plar maktab o'qituvchilarda deb o'ylaydi. Shu nima deb qo'shilasizmi? Nima deb o'ylaysiz? Endi o'qituvchilarimiz ham ilm olishimizda ahamiyati juda katta, lekin tarbiyani ota-ona berish kerak. Hozirgi vaqtda asosiy vazifa o'qituvchilarni tarbiya bilan shug'ullanib qolyapti-da, ilm-fan qolib ketyapti. Chunki kechirasizlar kanalimiz obunachilari biza hozir dolzarb masalan mavzuni olib chiqqanmiz. Ota-onalar, akalar, ukalar negativ fikrlamangizlar. Chunki biz hozirgi hayotda bo'lgan voqeani, bo'lgan mavzuni olib chiqamiz. Masalan, oilada ota-ona farzandiga tarbiya bermas ekan, uni hech kim tarbiya olmaydi. Hattoki ustozlari ham maktabda o'zim ham o'qituvchi ishlayman. O'qituvchilar ham uni tarbiya olmaydi. Chunki bitta sinfda 25 ta, 30 ta o'quvchilar bor. Endi har biroviga 45 minut yetmaydi. Chunki 45 minutda ta'lim bersinmi, tarbiya bersinmi ulgura olmaydi. Siz 20 soat ulgura olmaganingizda o'qituvchi 45 minutda ulgura olmaydi. Ulgura olmaydi. Qush uyida ko'rganini qiladi deydi.
ota-ona to'g'ri bo'lsa, farzand shuni izidan ketadi. Ota-ona teplovoz oldin tortadi, farzand nevaralar vagon izidan ketadi. Demak, ota-ona farzandiga o'rnak bo'lish kerak. O'rnak bo'lish kerak har tomonlama. Ota-ona ichkichi bo'lsa, farzand obezatini ichadi. Chekuvchi bo'lsa chekadi. Ota-ona ichmasa, chekmasa, farzand ham o'zing ichib mas olib kelib bolangga qayerdan sen ichma bolam deb aytasan. O'zim bir odamdan so'raganlar. Nos harommi degan. Shunda bir haftadan kelay degan, bir haftadan kelgandan keyin nos harom degan. Nega bir hafta shu so'zni aytib shunda unda o'zim nos chekardim deb sen shu tashladim. Ko'rdingizmi? Shuni to'g'ri yo'naltirsangiz bolalar to'g'ri ketadi. Ota-bobomiz hamma narsani bizlarga aytgan. O'zi hayot qiyin emas. Odamlar o'zi qiyinlashtiradi degan. Qur'oni Karimda hamma narsa yozilgan, aytilgan. Shuni o'qishimiz, o'rganishimiz, amal qilsak bo'ldi. Boshqasi ketadi. O'sha hozirgi hayotda xalqni yeb turgan narsa, to'yda ayniqsa to'yda yeb turgani Xorazm shoh ham yegan emas. Shunda dasturxondan bo'lmagan gap qisqasi. Buxoro amrini ham, Qo'qon xonni ham oldi dasturxonda bo'lmagan hozirgi noz-ne'matlar. Qarang, yana bitta savol bor edi. Hozirgi yoshlar, ya'ni bizlardan 1-2 yosh katta, kichik oila qurganlar farzandiga telefon berib qo'yapti. Shunga qanday qaraysiz? Men nimaga desam, men ijobiy so'z ayta olmayman. Telefon ham aql bilan ishlasa kerak narsa zamonda, lekin yoshlar undan nima foydalanishi mumkin? Undan ilm ola olmaydi. Faqat 2 yoshdagi bolaga ham berib qo'yapti-da, 2 yoshdagi bola ko'rib ko'ziga, zirinasiga ta'sir qilyapti. Miyasiga ta'sir qiladi. Qarchiman. Kelajakdagi hayotdagi yo'lida juda katta muammolar tug'diradi-da u. Endi meditsinada aytib turibdi, bola uchun zarardir. Zarar degandan keyin qilmaslik kerak. Zarar degandan qilmaslik kerak. Hozir tinchini o'ylab, hozirgi yoshlar mehnat qilmasdan, bolasini tarbiyalamasdan, "Men telefonni oldi, meni tinch qo'y" deb telefonni berib qo'yadi. Ertaga kelajakda bolalar voyaga yetganda bir nogiron bo'lib qolsa, ertaga ota-onasidan xafa bo'ladimi? Ana endi aytaman desangiz ko'p bo'ladi. Bir shu rivoyatda aytadi, ota-onam bir mehmonga ketadi, bolani bu yoqqa tashlab ketadi. Bola televizorni qo'yaman deb yiqitib yorib sindiradi. Otasi kelib qo'lini qattiq boylab jazolab qo'yadi, ertagacha qo'li ko'karib doktorlar 2 qo'lini kesib tashlaydi. Shu bola umri davomida otasini "Dada, meni qo'limni qaytarib bering, men sizga yangi televizor sovg'a qilaman" dedi. Ana shundan men tushungan odam bo'lsa, shuni tushunsa kerak. Shu farzand umr 2 qo'lsiz nogiron. Siz ko'proq kitob o'qigansizmi yo ko'proq shu hayotiy tajriba orttirgansizmi? Hayoti o'zi oliy maktab. Hayot maktab. Ko'p asar o'qigan, ko'p kitob o'qigan bir olim insonga o'xshayapsiz-da. Yo'q, endi olim emasman, oddiy odamman, lekin xalq men O'zbekistonning hamma yeri O'zbekistondan ham chetlarga chiqib ko'rganman, xalqning yashashiga qiziqqanman. Shular urf-odatlarini o'rganganman. Rahmat sizga ham. O'qituvchi endi nima deydi? O'qituvchi to'g'risida endi qo'zg'aladi. O'qituvchi ekan, siz sohangizda o'zim fikrimni aytaman. Bir sinfda bizlar maktab Xorazmda maktablarda 30-32 bolacha bo'ladi bir sinfda. Lekin shundan bittasi, ikkitasi olim, shoir yo o'qituvchi bo'ladi. Qolgani oddiy ishchi bo'ladi. Nega desa, o'qituvchi hammasini bir xil dars o'tadi. Olgani oladi, olmani yo'q. Shunday. Shuni uyda ota-ona ham shug'ullanishi kerak, farzandi nazorat qilishi kerak, tushuntirishi kerak. O'qituvchining bergan nima dars o'tdi, qancha o'zlashtirdi, shuni harakat qilishi kerak. Qarang, hozirgi kunda yana bitta masala bor. Yoshlar, endi chaqaloqlar ko'p kasal bo'lyapti, ob-havo har xil bo'lyapti. Yoki bo'lmasa boshqa vrachlarning oldiga borsangiz, ataylab o'zi bir fermaga a'zo bo'lgan, mana shu aptekaga borsang yoki mana shu dorixonaga borsang, aynan mana shu sirop ichsang yaxshi bo'lasan deydi. Ikkovining orasida til biriktirganda. Shularni faoliyati to'g'rimi? Faoliyati. Menimcha noto'g'ri. Nega desangiz,
o'zi uni tijorat aylantirib olish meditsinani mumkin emas-da. U biz O'zbekistonda mana bir hurmat qiladigan inson bor, vrach. Toshkentda virusologiyada ishlaydi. Shu odam aytganda, o'zbek xalqi xohlagan yeri prezident farmoni, xohlagan doktorni davolash mumkin. Lekin xalqimiz hamma tushunmaydi-ku. Ana uni biznes qilsa bo'lmaydi-da. Shu borda aptekadan oldi, bundan foiz olish, boshqa narsa dinimizda ham menimcha harom bo'lsa kerak, insoniy tuyg'ular ham to'g'ri kelmaydi o narsa u. Masalan, ham aynan shu dorilar, firmaning dorisi yoki sirobi boshqa bir aptekada, endi uzoqroq tumanda, misol uchun Uzunning aptekasida 50 ming bo'ladigan bo'lsa, boshqa aptekalarda 25 ming bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Chunki mana 50 ming qilib sotgani bu 25 mingga doktorning haqqi deb yashirin ravishda ishlatganlarni o'zim payqab qolganman. Endi do'stlarim to'g'ri, bu gaplar ayrimlari siyosat, bu siyosatda bizlar haqqimiz yo'q, lekin har kim o'zida insof bo'lishi kerak. Bu bular guruch ko'rmaksiz bo'lmaydi dedi-ku. Baribir bo'ladi u, lekin yana O'zbekistonda 80%, 90% yaxshi odam bo'lsa, 10% yomon fe'lli odam bo'lsa, lekin shu 10% odam hammaga ko'rinadi. 80-90 odam foiz hech kim ko'rinmaydi. Ko'rinmaydi. Hurmatli obunachilar, bizlar negativ fikrlamangizlar. Hozir akamiz aytayapti. Bu 100% hisoblaydigan bo'lsak, shuni 80-90% yaxshi. Ayrimlari deb aytib ketyapmiz. Yana hamma doktor, vrachlar bizlarga xafa bo'lmasingizlar. Agar dillaringiz og'rib qolgan bo'lsak, uzr. Mana shu gaplarimiz, ma'ruzalarimiz o'zini egasini topadi degan umidda bu video intervyuni olib chiqamiz. To'g'ri, hamma gapingiz to'g'ri. Har kim o'zida insof bo'lishi kerak. Lekin bizlari buvilarimiz tushuntirgan. Haloldan 1 tanga, haromdan 1000 tanga deb. Baribir shu haromdan 1000 tanga topgandan haloldan 1000 tanga 1 tanga topgan afzal deb o'ylayman. Biz shu prinsip bilan tarbiya oldik, shu prinsip bilan yashaymiz. Rahmat. Hech kimdan kam emasman, hech kimdan. Rahmat. Siz bilan gaplashib, suhbat davomida ko'p narsaga nima deydi, bir o'g'it oladigan inson ekansiz. Siz ham rahmat. Siz ham Alloh kuch-quvvat bersin. Vaqtiga sog' bo'ling. Rahmat. Qo'sha qaringizlar, shu bolalarning rohatini ko'ring. Mayli, tog'a. Sog' bo'ling. Bu safarga bu nimaga siyosatga qarshi emas bu. Oddiy doktor